Tabiiy-ku, zarari yo'q, xohlagancha ichaveraman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Aslida bu sog'lig'ingizga qaratilgan eng katta xatolardan biri. Ko'pchilik bu masalada ikkita ziddiyatli xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi 3-4 kun ichadi. Darhol mo'jiza kutib, foyda sezmagach tashlab yuboradi. Ikkinchisi esa foydasini ko'rgach qo'rqib qolib, oylab, yillab to'xtamasdan ichadi. Bilasizmi? Ikkala yondashuv ham noto'g'ri. Ikkinchi yondashuv esa birinchisidan ko'ra ancha xavfliroq. Sababini hozir tushuntirib o'taman. Har qanday shifobaxsh o'simlikda kuchli biologik faol moddalar bor. Ularning vazifasi tanani uyg'otib, turtki berishdir. Tabiiy vositalar hujayra darajasida ishlaydi. Bunga kamida 3 hafta, ba'zan 2-3 oy kerak. Lekin tinimsiz ichaversangiz, tana dangasa bo'lib qoladi. O'zi ishlab chiqarish kerak bo'lgan moddalarni tashqaridan kutadi. Ya'ni siz davolanmayapsiz, balki sekin-asta tananing tabiiy ritmini buzyapsiz. Shuning uchun faqat kurs bilan iching. Bitta kurs o'rtacha 1 oydan 3 oygacha. Keyin albatta 1 oy tanaffus. Bu vaqtda esa organizm mustaqil ishlashni o'rganadi. Sumnaq Products qadoqlaridagi 120 ta kapsula ham bekorga emas. Har bir qadoq aynan bitta to'liq kursga moslab tayyorlangan. Eng zo'r tabiiy mahsulot ham me'yorsiz ichilsa albatta foyda bermaydi. Biz mahsulotni sotishni emas, balki sog'lom turmush tarzini tushuntirishni maqsad qilganmiz. Sog'liq bo'yicha qanday savollaringiz bor? Izohlarda yozib qoldik. Bu videoni esa dori va vitaminlardan voz kecha olmaydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.